Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bugun qo'ylarni zo'rlari kelgan, papalari kelgan. Videoni oxirigacha kuzatib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib, laykni bosib, videoni kuzatib turinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa qo'ydi tagi serab hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Mana shunaqa qo'ylarni 4 million 200 ming so'mdan ham qo'yib beramiz inshaalloh aka. 200 dan ham qo'ylarimiz bor. Tomosha qilib videoni ko'rsin, laykni bosib, otangga rahmat Joningiz yozib omon. kommentariyaga. Mana bismillah akalar, videolarimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Saroy Optum kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimiz, Hoji tog'a, hojijonalarimiz. Xudo xolasa video syomkamizni boshlab oldik. Yana bir yangisini video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha optimchi arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Xudo xolasa video syomkamizni olib bormoqdamiz. Bugun hafta kuniga dushanba 2-mart kunlarining xayrli va barakatli o'tishini Allohdan so'rab qolamiz. O'sha qo'ylarda arzon olib kelib, optim bahosida qo'ylarni tarqatayotgan Turdali akamizni qo'y fermalariga kelganmiz aka. Assalomu alaykum. Siz charchamang. Mazangiz yaxshi? Assalomu alaykum obunachilar. Amalan yaxshimisizlar? Ro'za Ramazonni qiynalmasdan tuyapsizlarmi? Xudo xolasa bugunga 4 partiya, 5 partiya zo'r qo'ylarimiz bor. Manfaatli video qilamiz. Ko'rasizlar, baho berasizlar. Xudo xolasa yaxshi qo'ylar va arzon foyda qilasizlar. Laykni bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib turasizlar. Joningiz omon. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa, qani bismillah. Aka bir qator ma'lumotni aytib o'ting buni. Jonivorlar. Qo'ylar xudo xolasa Tojikiston qo'ylari. Tojikiston hisoralaridan aka. Jonivorlari qarang, maşallah. 11-12 oylik qo'zilar. 11-12 oylik qo'zilar. Tish buzishga yaqinlarida. Hammasi qo'chqormi aka? Hammasi qo'chqor. Soni nechta buni? Bayda 20 ta. Soni 20 ta, bir pachka. Bir pachka. Bitta hoji akamiz Bitta hoji akamiz olib boqib qo'yadigan variant. Badani ham xudo xolasa bitta. Badani niq, xudo xolasa arpani to'kib yeb turgan. Kelib agar imkoniyatlari bo'lsa, kelib ko'rib, ushab mana qo'y yo'qdi deysa, xudo xolasa arzon qilib beramiz. Onlayn savdodan ustiga kelib savdo qilishgani boshqa. Sizni qo'lingizda ishlar. Imkoniyati yo'qlarga tashlab ber video qilib deysa, video qilib chiroyli qilib tashlab beramiz. Yoqqan qo'yni ko'rsangiz tashlab beraveramiz. Jonivorlar qaranglar, maşallah. Akalar qo'ylarni zo'ridan xudo xolasa optimchi akamiz savdogarlarga ham optim olib kelib tarqatayotgan Turdali akamizdan xudo xolasa video syomkamizni boshladik. Xudo xolasa akalar, kanalda yangi bo'lsalaring bitta like tugmachasini va obuna tugmachasini bosib qo'ysalaring xudo xolasa mana shunaqa sifatli, puli yengillar, yemini bosib yeb turgan, tish buzishga yaqin xudo xolasa qo'chqorlarda chiqarishda davom etamiz xudo xolasa. Yebichi sog'lik salomatligi sinovdan o'tganmi aka? O'tgan, garantiyasini beramiz. Yebichi sog'lik salomatligi. Necha kunga garantiya beramiz aka? 1 hafta 10 kunga garantiyasini beramiz. 1 hafta 10 kunga yebichi, yo'tal kisali, gangrab oshmasligiga 1 hafta garantiya. 1 hafta garantiya beramiz. Joni Allohniki. Joniga garantiya yo'q. Sog'ligiga garantiya bor. Xudo xolasa joniga garantiya yo'q, sog'lik salomatligiga garantiya beriladi. Xudo xolasa akalar. Jonivorlar qaranglar, maşallah. Bo'ylarni endi примерно nechiga beramiz aka? Bo'ylar 80 bilishga olaversin. 85lari ham bor. 85 dan yuqorilari ham bor. 80 bilishga olaversin. Xudo xolasa 80 plusga olinaveradi. Jonivorning badallari ham tosh. hammasi zo'r ekan. Xudo xolasa yemini bosib yeb turgan. Xudo xolasa Saroy Optum kanali mana shunaqa sifatlarni xudo xolasa sizlarga taqdim etadi. Xudo xolasa akalar like bosib, obuna tugmachani bosib qo'ying. Aka endi ham bugun bomba bo'ladi. narxlar sindiramizmi? 58, 55 ham yo'q. Ha. Bir joyga oldim deganga 52 dan. Barakasini bersin. 5 million 200 ming so'mdan. 5 million 200 ming. Dastlabkasini qayergacha qo'yamiz aka? Bir joyga deysa Samarqandgacha dastlabkasi besplatni. Mana bir joyga Samarqandlik hoji akalarimizga xudo xolasa bitta ikkita olamiz desa aloqa chiqishaversin, ishni ham bitiramiz. Ot bilan tuya bo'lmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa akalar mana zo'rlaridan yemini bosib yeb turgan. Xudo xolasa hammasi tikdumba, ayridumbalardan sipatchasidan yig'ib qo'yibdir akamiz. Xudo xolasa 5 million 200 ming so'mdan akalar. Realni yirik qo'ylar xudo xolasa. Men sizlarga tavsiya qilaman, onlayn savdodan akamizni osh yegan qo'llarini Turdalar nech puldan berasan deb so'rasalaring, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Arzon qilib, seni kanalingdan chiqdim desa, yana ham tushib beramiz. Yana tushib beriladigan joyi bor. Xudo xolasa akalar, aloqaga to'xtatmay chiqaradigan variantidan xudo xolasa akalar navbatdagi partiyalarimizni boshlaymiz. Tana like bosib, Turdal otangga rahmat deb turinglar, xudo xolasa akamiz zo'rlaridan, puli yengillardan chiqarishda davom etadi. Keyingi partiyalarimizni boshlayveramiz aka. Ha, keyingilarni boshlaymiz. Xudo xolasa akalar, navbatdagi partiyalarimizni ham boshlab oldik. Mana yiriklardan chiqarishda akamiz to'xtamayapti. Xudo xolasa akalar, bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sifatli o'ta kuchlilar. Xudo xolasa urug'liqqa deysizmi,
go'sht yo'nalishiga hamma tomoniga cho'radigan variantidan xudo xolasa. Aka soni nechta bulardi? 15 ta bular, 1,5 pachka. Soni 15 ta. Xudo xolasa bitta aka ukamizni qo'ylari xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa bularni badan narigilarga qaraganda ancha kuchlib, ancha balandroq ekan aka. Mana Gavdasi ham balandroq. gavdasi ham balandroq variantidan. Akalar katta qo'y, kichkina qo'y katta ko'rinishi mumkin telefonda. Men sizlarga tavsiya qilaman akamizni qo'ralariga kelib, lokasiya tashab beriladi xudo xolasa. Kelib ko'rishaveradi, bemalol. Qo'y uyoltirmaydi, Yusufxon qo'y xudo xolasa baraka topishadi. Hozir bozordan ancha arzon qo'y beramiz, chunki Optim degan nomimiz bor. Xudo xolasa bu qo'yni yengil yemini berib, 1 oy 1,5 oy ushlab tursa, 1 million, 1,5 milliondan foydasi bor. Xudo xolasa ro'zadan yaxshi niyat sababini qilsin, xudo xolasa foydasi bor. Baraka topishadi. Xudo xolasa siz shuni ichida turib shunchalik aytyapsiz. Xudo xolasa dehqon akalarimiz bittadan qo'llab-quvvatlab kelib, qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar akalar kelib ko'rib ustida savdo qilinglar. Bo'lmasa bitta ikkita, bittasini yoqsa screenshot qilib tashlasa, videosini lokasiya tashlab berilaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa o'ylanmaydigan variantidan akalar. Xudo xolasa boqib bir oy buni chiroyli qilib yemini berib tursalang, xudo xolasa yaxshigina foydasi bor, xudo xolasa inshaalloh aka. O'sha to'kib yeb turgan. Yemini Tosh bo'yatibdi badallari. Niq. Kelib imkoniyat bo'lsa kelib ko'rsa, yo'q deysa video tashlab beriladi. Xudo Xudo xolasa. xolasa Qo'ylar zo'r uyoltirmaydi. bo'yini ham, enini ham o'lchab berilaveradi. O'lchab berilaveradi. Quloq razmerigacha o'lchab beriladi. Mana akalar, o'zi ko'rib olsalagan bo'ladi. Yem yeb turgan qo'y o'zi dumbasidan tulashni boshlaydi. O'zi hammasi tulashni boshlab qolibdi, xudo xolasa. Mana Tojikiston hisorlardan, xudo xolasa go'sht yo'nalishiga ham, urug'ga ham xudo xolasa tavsiya qilinaveradigan variant mana. Haqiqatan akalar realni yirik qo'ylar, xudo xolasa inshaalloh. Aka endi buni pulni qancha qo'yamiz? Osmondan kelmaymiz. Obunachilar uchun bo'lamiz biz. Shular uchun obunachilar uchun xudo xolasa xizmat qilyapmiz. Shular xursand bo'lsa, mana yengil qo'yib beramiz buni ham. Bir joyga bo'lsa 53 dan 5 million 300 mingdan, chunki narigandan bu eti ham kuchli, gavdasi ham kuchli. Gavdasi ham baland. 100 ming so'mdan plyus bo'ladi. Bor baraka bir joyga. Barakasini bersin. Xudo xolasa 5 million 300 ming so'mdan nariga partiyalarimizga qaraganda akalar ancha yirik. Mana men sizlarga xolis o'rtada turgan odam bo'lib turib aytaman, akalar narigilardan qaraganda ancha yirik, ancha badani semiz variantlaridan xudo xolasa akalar. Mana xudo xolasa akalar bunaqa arzon, sifatli, yirik, yemini bosib yeb turgan qo'ylar faqat Saroy Optim kanalida chiqadi. Xudo xolasa Turdan akamiz bilan birgalikda video syomkamizda xudo xolasa. Akalar inshaalloh akalar aloqaga chiqaveradi. 24 soat aloqadamiz inshaalloh. 7 rejamda telefon qilishaversin, ishlarini bitiramiz xudo xolasa. O'ylanishmaydi. Tarabadan keyin ham telefon qilishaversin. 53 dan xayri ham bor, xayri ham qo'yam. Bir joyga oldim desa, xayri ham bor. Xayri ham bor. Bitta ikkitaga endi ot bilan deyacha bo'lmaydi. Ha, ot bilan deyaolmaydi. 100 ming 50 ming plyusi bor. Mana xudo xolasa 100 ming 50 ming plyusi bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaveringlar. Navbatdagi partiyalarimiz boshlaymiz akalar. Hoji aka, mana shu yergacha ko'rib bitta like bosmamsiz. Like bosib qo'ying. Xudo xolasa navbatdagi 3-partiyamizni ham boshlab oldi. Mana urug'liqqa so'ragan hoji akalarimizga mana arashanli liniyali, arashan parodasi sariqlaridan xudo xolasa bor ekan. Mana Tojikiston hisorlarimi bular ham? Tojikistonniki hammasi. Mana Tojikiston hisorlaridan hurmatli aka-ukalar, mana jonivorlar, mana endi mashalloh. O'ta sho'x ekanda bular. O'zi bir yerga ham nimalab chiqdi. Aka soni nechta? 10 ta, bitta obunachini bular. Xudo xolasa soni 10 ta, bitta obunachimizni qo'ying inshaalloh. Mana bir bachka, bir qo'tam, bir cho'pon deganlardan hurmatli aka-ukalar. Standart bo'ylarni qanchaga beramiz aka? Bo'ylar 85 plyusga ketaveradi bular. 85 plyusga. Mana hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa urug'liqqa so'raysizmi, hoji aka mana go'sht yog'iga, hamma yog'iga to'g'ri kelaveradigan variantidan. Xudo xolasa jonivorlar o'ta sho'x ekan, aka. Yeb ichish sog'lik salomatligi sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan, sog'lom qo'ylik uchun yugurib yuribdi. Sog'lom qo'y bo'lmasa, ular pisib o'tiradi bir yerda. Xudo xolasa mana akalar mana shunaqa o'ynoqlab, sahrab turgan qo'ylarni tavsiya qilaman olishlaringga. Mana hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa puli yengillari, zo'rlari, sifati chiroylilari, urug' boblari faqat Saroy Optimda bo'ladi. Xudo xolasa puli qancha aka? Puli bu ham arzon bo'ladi, Yusufxon. Buni ham arzon qilib beramiz. Obunachilar uchun ishlayapmiz. Arzon bo'ladi. Telefon qilsa ishlari bitadi. Bular endi puli hamma narsa puliga yarashadi, to'g'risi gapda. Lekin bozordan xudo xolasa arzon bo'ladi. Solishtirib ko'rishaveradi. Et yo, go'sht hamma yoq to'g'ri keladi. Yemini yeb turgan. Buni ham narxini arzon qilib chiqaramiz. Bir joyga bo'lsa 5 million 400 mingdan olishaveradi. Barakasini bersin. Xayr sunnatiga o'tib beriladi. Xudo xolasa. Mana hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa Saroy Optim kanali faqat optimchi arzonchilar.
Turdan akamizga o'xshagan optim olib kelib tarqatayotgan aka-ukalarimizdan videoga olishga harakat qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab like tugmachasini bosib tursangiz. Xudo xolasa akamiz bilan bo'layotgan video syomkamizdagi xato kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. To'liqroq videomizda to'liq berilmagan ma'lumoti bo'lsa akalar, telefon qilsa, xudo xolasa ma'lumotini beraverasiz-da. Beriladi, ish bitadi. Telefon qilsa bo'ldi. Xudo xolasa kommentariyaga o'z fikrlaringni bildirib qo'yasizlar. Xudo xolasa arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb qo'yasizlar. Xudo xolasa arzon bo'lyapti. Bundan ham buyog'iga arzonlar kelaveradi. Kommentariyaga fikrlaringni bildiringlar, like-ni bosib qo'yasizlar. Besplatni like-lar. Xudo xolasa akalar zo'rlaridan Turdan akamiz chiqarishda davom etyapti. Xudo xolasa aka, endi bag'ga mana ro'za Ramazon tugayapti. Shuni ro'za tugaguncha boqib, keyin so'yib olaman degan aka-ukalarimizga ham qo'ylar bor. Xotirjam qo'ylar. Mana shu qo'ylarni ham mana Yusufxonga aytayapman. Mana ro'za kunida gapiryapman. Mana shu qo'ylar hozir arzon. Sabab hozir talab yo'q. Talab yo'q. Bozor zo'r emas. Mana shu qo'ylarni olib bir kasini yemini berib tursin. 1 oy, 2 oydan keyin mana shu qo'ylar 1 million, 1,5 million foydasi bor. Sabab o'zimiz ham ololmaymiz shu narxdan. Yana erta endi sal yurib bo'lganda. Hozir endi pul bo'shashga arzon beraveryapmiz. Endi siz sonini hisobiga ko'p foyda kerak emas. 100 so'm, 2 so'm aylanib qolsa bo'ldi bizga. Unaqa sonini hisobiga sizga yetadi. Mana sonini hisobiga ishlanadi, hurmatli aka-ukalar. Mana zo'rlaridan xudo xolasa yirik qo'chqorlarimiz ham bor. Hozir kecha kunduzga so'yaveradi ekan. Bularni ham so'ysa bo'laveradi. Bularni ham xotirdan qo'chqorni papalari bor, chiqadi, o'sha papalari bor. Aytganingiz zaman bo'lsa, xudo xolasa akalar, videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa ana shunaqa katta yiriklardan ham chiqarishda davom etamiz akalar. Bittadan like-ni bosib turinglar. Navbatdagi partiyalarimizni boshlaymiz akalar. Akalar, navbatdagi partiyamizni ham boshlab olaylik. Jonivorlar qaranglar, mashalloh. Qo'rqib o'rgatib qo'yibsiz-da aka buni. Vashi yuvosh qo'ylar, yaxshi qo'ylar bular. Joningiz zaman. Tojikistonda shu kindigidan kelgan qo'ylarda bular. Tojikistonda kindigidan kelgan terib olingan. Qo'y o'zi shuni ko'rsatilganda qo'yni o'zi aytadi qo'y. Ha, jonivor. Bitta isida shuni ushaylashcha bitta. Bo'yini o'lchab qo'yaymi? O'rtachasidan bitta ushaylashcha. O'rtachasidan shu achi bitta. Mana. O'rtachasidan, hurmatli aka-ukalar. Mana yerga tegib aytiramiz. Mana bu yog'i 90. To'ra ekan. Junini ustigacha 90 da. 90lari ham bor, 95lari ham bor ichida. Suyuq yo'g'i nechiga beramiz aka? 85 piliska olishaversin. 85 piliska. Qolgani bonus. Bonus. Alloh omadingizni bersin. Bo'yiga ham, eniga ham, uzunligiga ham aytaveradi. Xudo xolasa 1 metr bunaqasiga uzunligiga ham 1 metr qo'ylar. Urug'likka tavsiya qilaveradi. Urug'likqa tavsiya qilaveradi. Mana hurmatli aka-ukalar. Mana shu qo'ylar bor, jonivorlar qaranglar. Qo'ylar olib ketadi mana shular. 10 million, 12 millionlik qo'ylar bular. Xudo xolasa. Sababini qilsa, hali bular eng qizig'i mana qo'zi bular. Bular bor, qo'zi mana. Ishyorman hali. Hamma chiqarayotgan partiyamizdagi qo'ylarimiz qo'zimi aka? Hech esdan ham chiqib qolibdi. Bular ham qo'zi, bular ham qo'zi. Hammasi qo'zi. Hali bular agar ekishga chiqib qolsa bor-ku, shunaqa o'sadi, xudo xolasa. Metr piliska aylanadi, xudo xolasa. Xursand qiladi obunachilarni. Mana hurmatli aka-ukalar, zo'rlari. Arziydi bu qo'ylar. Xudo xolasa gigantlaridan. Aka soni nechta buni? Buni soni 12 ta. Soni 12 ta. Bu ham bir pachka ekan, ha, bas. Bir pachka. Xudo xolasa. Imkoniyati borlarga bir pachka olganga tavsiya qilaman. Yo'q deysa, bitta ikkita ham chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa ertalabda yemini berib tomosha qiladigan qo'ylarda. Xudo xolasa yiriklaridan akalar, mana jonivorni qaranglar, mashalloh. O'ta beg'am ekanda, yemini bular ham bosib yeb turgan ekanda. Yemini bosib yeb turgan. Xudo xolasa boqshora hojona, hojodalarimiz boqsho'radi. Bunaqa sho'x emas o'ta. Xudo xolasa yuvosh. Urug'likka zo'r aytadi qo'ylar. Xudo xolasa urug'likka tavsiya qiladi. Qo'ylarga ishlash yaxshi, xudo xolasa inshaalloh. Mana hurmatli aka-ukalar, oyoq kengliklari ham mana. Liboyina akalar. Xudo xolasa oyog'i keng, tush yo'g'oni, xudo xolasa qo'yga ishlashga yaxshi bo'ladi. Buni yangi boquvchi aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Bilganlarga eslatma qilib o'tamiz hurmatli aka. Endi pulini qancha qo'yamiz aka? Buni bor-ku. Ha. 7 million, 6,5, 6 unaqa narx yo'q bizda. Bizda optim bo'ladi. 68 ham yo'q. Va unaqa 63 ham yo'q. 63 ham yo'q. Bir joyga olsa 6 milliondan yetkazib olib beramiz. Dastlabkasi ichida. Barakasini bersin. 6 million so'm. 6 million so'm. Bozorda 6,5 o'zimizga ham bermaydi bozorda. Pul bo'shashga beraveryapmiz. Xudo xolasa pul bo'shashga berilyapti hurmatli aka-ukalar. Tanish birodar aka-ukalarga videoda ulashib qo'ysalaring inshaalloh zo'r bo'lardi. Mana shunaqa qo'chqorlarni papasidan, yiriklaridan, urug'liq boblaridan xudo xolasa tavsiya qilamiz. Xudo xolasa bunaqa zo'r, arzon narxlar faqat Saroy Optim kanalida bo'ladi. Xudo xolasa akalar,
Tavsiya qilamiz. 6 million so'mdan bir yerga ketaveradi. Bir yerga 6 million so'mdan ketaveradi. Dastlabkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha dastlabkasi bor. Mana hurmatli aka-ukalar, Samarqandgacha dastlabkasi ichida jonivorlarni quvsangacha bermaydi. Videoni kuzatib turibsan, 4 million 200 mingdan ham qo'y chiqarib beramiz. 4 million 200 ming so'mdan. Qo'zi emas, qo'y. Qo'y. 8-9 oylik qo'y. Qo'y. Qo'zini yirigidan ekan-da. Qo'zini yirigidan. To'qli qo'zi u ham. To'qli qo'zi. Xudo xolasa 4 million 4,5 million chiqadi. Bizda unaqa narxi yo'q. To'qli qo'y. narxlar to'lkasi nari deng. So'ysa bo'ladigan 4 million 200 mingdan chiqarib beramiz, xudo xolasa. Narxlar Mana. optim bo'ladi, Xudo xolasa narxlarni sindiramiz deyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh hamma yoqda qo'ylar qimmatlasa, akamizda arzonlashda davom etyapti. Xudo xolasa. Serob 200 ta 300 ta qo'yimiz bor. Telefon qilishsin, xudo xolasa yetkazib beraveramiz. O'ylanishmay kelishaverar ekan-da. O'ylanmay kelishaversin. Xudo xolasa o'ylanmay aloqaga ham kelaverasizlar, hurmatli aka-ukalar. Mana urug'larmi, boshqami, hamma yo'nalishlaringga hamma qo'ylardan bor ekan. Xudo xolasa inshaalloh tavsiya qilamiz akalar, keyingi partiyalarimizni boshlaymiz akalar. Xudo xolasa akalar navbatdagi zo'rlarida mana Afg'on deysizmi, Arashan deysizmi, Tojikistonda qora Hisoriston deysizmi mana. Assortiment rang-barangidan jonivorlar qaraydi. Mashalloh. Yoshliklari qanaqa endi aka buni? 9-10 oylik. 9-10 oylik. Soni 5 ta ekan-a? Soni 5 ta. Bular ham shu urug'liqqa terib olingan qo'ylar. Mana. Sifatga boqilayotgan qo'ylar. Bitta Xohlasa olmasi qo'ylar. boqaraman o'zlari qo'y qilib olishar ekan-da. Ular ham unaqasini yeb turgan, yemini yeb turgan, unaqa qo'ymas. Xudo xolasa badani yaxshi ekan. Ishlashlari ham mana hurmatli aka-ukalar ko'raverasizlar. Buni narxi bor-ku. Narxi bombami? Narxida bo'ladi. Quyonni narxidan. O'zi quyonga o'xshab turibdi, uni ikkitasi. Quyon narxida qilib beramiz buni. Joningiz bo'lmasa. 5 million ham yo'q bu narx hozir. Sindiramiz narxni. Qani? Bir joyga 4 million 700 mingdan dastlabkasi ichida yetkazib olib beramiz. Barakasini bersin. 4 million 700 ming so'mdan. 700 mingdan. Xayrni ham qo'yamiz. Boylar qanchaga beramiz endi buni? Boylar 80 plyus oshaveradi. 80 plyusga olaveradi mana. 4 million 700 ming so'mdan hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa inshaalloh aloqaga chiqaringlar. Akamiz 24 soat xudo xolasa faoliyatda ekanlar. Telegram, WhatsApp nomerlarimiz bor inshaalloh. Qo'yiladigan nomerlar. Alo deysa bo'ldi ishlar bitta. Mana xudo xolasa mana. Afg'onni tozasidan so'ragan aka-ukalarimizga ham Arashanda mana. Bir kishi olib kelsa buni ham zo'r foydasi bor. Bular ham shu 7 million 8 million qo'y bo'lib ketadi. Qirg'izistonda oyoq qo'li suyagi buzuq qo'ylari. Suyagi buzuqlaridan xudo xolasa mana qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga o'zi jonivorlar zo'rda ham burun oqqani boshqasi yo'q. Mana o'z ishlashlari ham o'ta chiroyli. Mana xudo xolasa inshaalloh to'xtamay aloqaga chiqishaverar ekan. Bittadan like bosib qo'ying. Bitta like bosib qo'yinglar. Mana xudo xolasa akalar, aloqaga chiqaverasizlar, biz navbatdagi partiyalarimizni boshlaymiz akalar. Xudo xolasa akalar, so'nggi partiyamizni ham boshlab olaylik. Mana sizlar boshidan beri kutayotgan puli yengil, puli arzoni. Aka buni yosh oyliklari qancha endi? Bu 8-9 oylik bular ham. Yosh oyligi katta qo'zdan chiqqan bular, to'qli o'zi. To'qlar. Xudo xolasa pulini arzon qilamiz. Yeb turgan puli bor-ku. Kuzatib tursin, tovuqni narxini beraman mana shularni, bor. Joningiz omon bo'lsa. Xudo xolasa bu ham yemini yeb turgan. Zo'r ekan, xotirjam. Ehsonni o'tkazadi mana shu qo'y. O'ylanmay. Xotirjam o'ylanmay o'tkazadi. Mana hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa ehsonga so'yuvchi akalarimizga tavsiya qilamiz, ha? O'zini narxida tavsiya qilaman. Bitta narx aytaymi? Ha. Bir kishi bir kishi ikki xona bitta odam oladi-da buni. Xudo xolasa. 4 million 200 mingdan dastlabkasi ichida. Barakasini bersin. Qo'zini narxi. Qaygacha dastlabkasi? Duo qilib berishadi. Telefon qilsa bo'ldi, yer asfalt bo'lsa bo'ldi, yetkazib olib beramiz. Xudo xolasa 12 ta viloyatga dastlabkasi ichida ekan-da. Inshaalloh mana akalar. 12 ta viloyatga dastlabkasi ichida 4 million 200 ming so'mdan, ha? 4 million 200 mingdan. Mana 4 million 200 ming so'mdan xudo xolasa inshaalloh akalar aloqaga chiqaverasizlar, biz zo'rlarini, puli yengillari, xudo xolasa yemini yeb turganlari. Xudo xolasa tavsiya qilishda davom etamiz. Xudo xolasa akalar video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha optimchi arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'i Shovon mahallasida akamiz bilan xudo xolasa video syomkamizni olib bordik. Xudo xolasa bitta like bosib qo'yinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb